Siz qora o'nkir to'g'risida nimalarni bilasiz? Agar siz qora o'nkirga tushib ketsangiz, nima ish yuz beradi? Agar ma'lum bir kuni siz odam ustida izlanayotgan hamda yer sharidagi kishilarni o'ltiraqlashish uchun bir yangi planet izlayotgan bo'lsangiz, siz bir qora o'nkirning yonidan o'tgan vaqtda ko'nglingizda berib bir ko'rib boqaychi deb o'yladingiz. Bu ahvolda sizning hayot qilish fursatingiz bormi? Siz qanday qochib qutulishingiz kerak? Yoki bu yerda boshqa bir odamga tutishadigan o'tishma yo'l bormi? Bugun biz odam qora o'nkirga tushib ketsa nima ish yuz beradiganligini muzokara qilib boqaylik. Gerçi uning ismi qora o'nkir bo'lsa-mu, lekin amaliyotda qora o'nkir bir qorong'u bo'shliq emas. Einstein nisbiylik nazariyasida qora o'nkirning qanday shakllanganligini faraz qilgan. Bir dona yuqori massaga turg'un yulduz halok bo'lgan vaqtda, u yana bir dona texnik kichik qaldiq yadro qo'yib qo'ydi. Agar qaldiq yadroning massasi quyosh massasidan oz deganda 3 cho'ng bo'lsa, turg'un yulduzning ichki qismidagi kuch olamlik tortish kuchi bilan qarashilishga amalsiz qolgan vaqtda qora o'nkir shakllanadi. Lekin siz uning ismiga aldanib qolmang. Qora o'nkir hargizmi bir o'nkir emas. Balki u g'oyat zo'r moddaning preslenishidan shakllangan tor bo'shliq. Quyoshni misol qilsak, uning ig'irlik kuch maydoni yer sharining 28 hissasiga teng. Agar siz quyosh ustida mangsangiz, sizning massangiz yer sharidagidan 28 hissa ig'ir bo'ladi. Qani faraz qilib boqaylik. 4 dona quyoshni diametri 24 kilometrlik doiraga pirisildik. Bu orliqni mashina aytsak faqat 20 soatla besib bo'lg'ili bo'ladi. Undaqda bu joydagi tortish kuchi zodi qanchalik cho'ng. Qora o'nkirning tortish kuchi darajadan tashqari kuchli, hatto yo'riqlikmi uni qochib qutula olmaydi. Mana bu sizning qora o'nkirni ko'rishga amalsiz ekanligingizning sababi. Lekin siz qora o'nkir tarqatgan gamma nuridan qora o'nkirni tekshirib bilalaysiz. Bu nurlarni Stephen Hawking bayqagan. Shunga u Hawking nuri deb ataldi. Stephen Hawking qora o'nkir bo'lsa boshqa olamga tutishadigan o'tishma yo'l deb qaraydi. Shunga siz uningga tushib ketsangiz, o'zingizning boshqa o'lchamlik bo'shliq turayotganligini bayqashingiz mumkinmi yo'q? Har bir qora o'nkirning bir ojiz ko'rish doirasi bo'ladi. Bu doiraning ichida siz qudratli tortish kuchidan qutulishga amalsiz. Agar siz o'zingizning ojiz ko'rish doirasining sirtida ekanligini bayqasangiz, siz yulduzlarning bir mukammal chambarini cho'rlab o'ynayotganligini ko'ra olasiz. Agar siz qora o'nkirga tortib kirilsangiz, tortish kuchining ta'sirida borgancha tez harakat qilasiz. Mana bu qaysar olam sayohatiga nisbatan birinchi yomon xabar. Qora o'nkirning tortish kuchi odatdan tashqari kuchli. Agar sizning putingiz boshga kirsa, sizning poqalchoq qismingiz uchirgan tortish kuchining tortgan kuchi boshqa qismingiznikidan cho'ng bo'ladi. Sizning badaningiz to'lg'inadi hamda parcha-parcha bo'lib ketadi. Qora o'nkir odatda turg'un yulduzdan shakllanadi. Agar uning diametri 15 kilometr bo'lsa, lekin uning massasi quyoshning 20 ga teng keladi. Agar siz dal bir turg'un yulduz qora o'nkir tarafidan tortib ketilsangiz, unda siz ojiz ko'rish doirasiga yiqilishdan burunla butunlay parchalanib ketasiz. Shunga siz darajadan tashqari massaga ega qora o'nkirni, ya'ni quyoshdan 1 million ig'ir qora o'nkirni tanlashingiz kerak. Bundaq bo'lganda, siz ojiz ko'rish doirasini kesib o'tgan vaqtda badaningiz zaxmga uchirmaydi. Sizning putingiz va beshingizni tortadigan tortish kuchimi asosan o'xshash bo'ladi. Agar siz qayerdan bundaq bir qora o'nkirni tepishni o'ylasangiz, sizning bak yiroqni izlashingizning hojati yo'q. Bizning samon yo'l sistemasining markazida biri bor. Talaylik bo'lgani, u bizdan 265 megamilliard kilometr yiroqlikda. Hamda u quyosh yoki boshqa sayyoralarni sumirib ketmaydi, lekin yuk taqlaringizni yig'ishtirishga oldirmang. Ojiz ko'rish doirasini kesib o'tish faqat xirisning boshlanishi. Qora o'nkirning markazida bir tortish kuchi g'ayriy nuqtasi bor. Bu nuqta ustida zishliq cheksizlik yetadi. Siz u nuqtaning ichida hukm talqon bo'lasiz, undan qora o'nkirga singib ketasiz. Siz hech kimga o'zingizning sarguzashtlarini deb bera olmaysiz. Lekin ojiz ko'rish doirasining sirtida sizni kuzatgan odam o'xshash bo'lmagan ko'rinishni ko'rdi. Agar siz qora o'nkirga tushib ketsangiz, boshqalar sizning asta-asta suratni astiltayotganligingizni, bara-bara g'uvalishayotganligingizni hamda bara-bara qizilishayotganligingizni ko'rdi. Eng oxirida ojiz ko'rish doirasini kesib o'tmay turibla to'nglab qolasiz. Chunki qora o'nkir ichidagi vaqt va bo'shliq o'zaro rol almashtirdi. Ojiz ko'rish doirasi ichida vaqt bo'lsa tinch, lekin bo'shliq bo'lsa oldiga qarab yo'tkiladi. Siz qora o'nkirdan qochishga amalsiz qolasiz, faqatla o'tmishga qaytasiz xolos. Qora o'nkir oxirida halok bo'lgan taqdirdami, lekin u etib chiqargan sizning badaningizni o'z ichiga olgan barliq moddalar allaqachon hazm qilinib bo'lgan bo'ladi. Qaysi narsalarning sizning badaningizni tashkil qiluvchi moddalar ekanligini aslo bilgili bo'lmaydi. Lekin Stephen Hawking bir xil sizning badaningiz parchalanmaydigan amal topib chiqdi. U parallel olam mavjud, uningda o'xshash bo'lmagan tarix yuz beradi deb qaradi. Buning ma'nosi bo'lsa, siz bu olamda qora o'nkirga tushib ketsangiz, lekin yana bir olamda qora o'nkir mavjud bo'lmaydi. Siz ojiz ko'rish doirasining sirtida turib, uning ichida qora o'nkir bor yo'qligini muqimlashtirishga amalsiz. Faqat siz haqiqiy ma'noda uning tushib ketsangiz-da ondan bilalaysiz. Agar siz ojiz ko'rish doirasini kesib o'tsangiz, yana bir qora o'nkir sizni saqlab turadi. Alvida. Lekin agarda siz dal bir qora o'nkir mavjud emas joyda paydo bo'lsangiz, siz yanala hayot qola olasiz.
Lekin siz bu chog'da dal bir parallel olamda sizning yana biz turayotgan planetga qaytib kela olishingiz mumkin emas. Siz izlanishga petin olamsiz. Qora o'nkur va olam to'g'risidagi mazmunlar sizni jalb qildimi? Bo'ldi, bu qitimliq sayohat oxirlashdi.